boshlashda biz sizlardan barmoqlar metodidan foydalanamiz. Marhamat, har bir qatorda guruhdan ikkitadan o'quvchi chiqsin. Ikkitadan o'quvchi chiqsin. Doira bo'lib olamiz. Barmoqlar metodi sizlarga tanish. Bilamizki, barmoqlarimiz bir-birimizga tegadigan darajada ochilsin. Olamiz. Xo'p, o'quvchilar, baliq deganimizda qo'limiz to'g'ri holatda bir-biriga tutashadi. Baqa degan desa bosh barmog'imiz bilan tutashadi. Hammaga tushunarlimi? Adashgan o'quvchi ma'lumot aytib o'tiradi. Kelishiga boshladik. Baliq, baqa, baqa, baliq, baliq, baqa. Shoh, baqay. Baqa, baliq, baliq, baqa, baqa, baliq, baliq, baqa, 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 baliq, baliq, baqa, baliq, baqa, baliq, baqa, baliq, baliq. Yaxshi. Baqa, baliq, baqa, baliq, baqa, baliq, baliq, baqa, baqa, baliq, baqa, baliq, baqa, baliq, baliq, baqa, baliq, baqa, baliq, baqa, baqa, baliq, baliq, baqa, baqa. Hammalarga ma'lumot aytasizlar. Baliqlarning yuragida venus oqadi. Fil 12 marta nafas oladi. Yaxshi. Bir minglasi yo'q. 3 xil qon tomir bo'ladi. Venus, kapillyar, arterial qon tomiri. Kapillyar,